Mayli, men bora qolay. To'xtang. Judayam charchabsiz. Qoling. Yur, o'tiraylik, men senga bir boshdan tushuntirib beraman. Endimi? Jasur, biz har qanday holatda ham seni dedik. Qo'lingizni torting. Aka. Oyjon, Mana pichoq. Oldi. So'yib tasha. nimaga Bekzod shantaj bu yerga serqatnov bo'lib qoldi desam? Tilingiz bir ekan-da. Opa, men hech kimga hech narsa deganim yo'q. Ingichka LCD ekran. Shar emas, lazerli sichqoncha. Dialab emas, IDSL model. Internetda ishlashni yaxshi bilaman. Xullas, zamondan orqada qolgan kompyuterlardan bu ancha yaxshi. Buningni disketa tiqadigan joyi bormi? Disketa chiqib ketgan. Bunga fleshka tiqiladi. Bittasi 500 ta disketaga teng. Oo. 204 gigahertz quvvat bilan biz xohlagan loyihani yarata olamiz. Over olishga ham yordam beraman deyapti. Xo'sh, nima deysizlar? Meni jamoaga olasizlarmi? Xullas, sizdan bilim, mendan pul. Agar dadam xalqaro tanlovda qatnashishni xohlamaganda, ishoninglar, sizlarni jamoaga qo'shilmasdim. Bolalar, kelinglar. Shu yigitni ham jamoaga qo'shaylik. O'tgan ishga salovat. Biz tanlovda yutib chiqishimiz uchun jamoamizga bu yigit kerak. Albatta. Mayli. Unda biz bilan ishlay qolsin. Biror so'bt kerak bo'lsa, kelib tashib turadi. U paytda IT nimaligini ko'pchilik tushunmasdi. Sohada hozirgiga o'xshab e'tibor uncha yo'q edi. Kamol Umarovdagi odam jamoaga kerak edi. Lekin u hammamizdan foydalandi. Demak, Kamol aka unday nolim odam emas. Siz tayyorlagan loyihani olib o'zlashtirib sotib yuborgan, shundaymi? Kiring. Endi u paytlar hammamiz juda sodda bo'lganmiz. Mayli, yana gaplashamiz. Oldimga odam keldi. Bo'pti, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum Bezovta assalom. qilmadimmi? Yo'q, keling. Xo'sh, labbay, eshitaman. Sizga taklif bilan chiqqandim. Shuni javobini bilgani kelgandim. Voy, uzr. Yodimdan ko'tarilib ketibdi. Keyinroq ko'rib javobini aytsam bo'ladimi?
Ha, mayli bo'ladi. Qachon xabar olsam bo'ladi? Ertaga xabar oling. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Menga ruxsat. Sog' bo'ling. Tezlashing. Tezroq haydang. Jasur! To'xta, Jasur! To'xta o'g'lim, hammasini tushuntirib beraman. Siz meni aldadingiz. Aldadingiz, tushunyapsizmi? Yo'q o'g'lim, to'xta. To'xta dedim o'g'lim, hammasini Aldadingiz. tushuntirib beraman. To'xta, Aldadingiz. iltimos sendan. Tezroq yuring og'ayni. Bundan tezi xavfli Kamol aka. Xavotir olmaysiz. Men bu yerlarda yuraverib o'rganib ketganman. Hozir mana bu yerdan kesib chiqsak bo'ladi. Qanchada yetib olamiz? Yana ozgina yursak kesib chiqsa bo'ladigan so'qmoq bor. Moshinangiz o'ta oladimi so'qmoqdan? Ha, men shu tog'larda katta bo'lganman. 5 qo'ldek bilaman bu yerlarni hammasini. Siz xavotir olmang. Tezroq yetib olish kerak. O'zimga ishonmasam sizga ketdik demasdim. Qanaqa bola bu, ha? Assalomu alaykum. Assalom. Ismim Nozima. Kamol Umarova yuristiman. Yaxshimisiz opa? Rahmat. Hasanjon yaxshi bo'lib qoldimi? Ha. Ertaga javob Ha, berishim. yaxshi. Siz bilan gaplashib olsak. Mayli. Hasanni Kamol Umarovga qo'ygan shartlardan xabaringiz bormi? Ha, lekin men bunga rozi emasman. Nega? Kamol aka Hasanni salomatligini tiklash uchun yordam bersalar bo'ldi. Ularni biz bilan yashashi, ochig'ini aytsam, bu holatni hech tasavvur qila olmayman. Tushunaman. Kamol Umarov Hasanni sog'ligini tiklash uchun sizlarga tovon puli to'laydi. Mana shu hujjatga qo'l qo'ying. Tovon puli? Ha. Odatda hamma shartnomalarni o'qib chiqqan yaxshi. Ammo hozir hammasi tushunarli. Mana shu summani olishga rozi bo'lsangiz, imzo qo'ying. Pul Hasanni yaxshi joylarda davolanishiga, eng kuchli shifokorlar ko'rigida bo'lishi, dori-darmonlarni qoplash uchun. 40 ming. Bu juda katta pul-ku. Hozir ham yurak, ham buyrak tiklash uchun arzon bo'lmaydi. Farzandingizni o'ylang, singlim. Qo'l qo'ying. Ha. Bunisiga ham. Bu qanday hujjat? Shu vaqt orasida bo'lgan gaplarni sir bo'lib qolishi va ommaga oshkor bo'lmasligi haqida. Evaziga
Kamol Umarov ko'rsatilgan mablag'ni oilangizga to'laydi. Opa, men g'ururli ayolman. Kamol Umarovga ayting. Shu yerdagi gap shu yerda qoladi. O'g'limni davolanishiga yordam bersalar bo'ldi. Bu yog'iga o'z aravamizni o'zimiz tortamiz. Mana. Ehtiyot bo'l. Men hech qachon birovga yalinmadim. Ayol boshim bilan ba'zan erkaklardan da ko'proq lafzliroq bo'ldim. Mayli, mehnatda yursam-da odamlarning ko'ziga tik qaraydigan bo'lay. Biroq bu gaplarning hozir ochilib ketishi meni yolg'onchi qilib qo'yapti. Oyi, sizni yolg'onchi deyishga hech kimning haqqi yo'q. Biz bu gaplarni kim yoyganini hali tagiga yetamiz. To'g'rimi, Hasan? To'g'ri. Sen bu gaplarni shunchaki o'tib ketayotganiga xursandmisan? Xafa bo'lishim kerakmi? Hasan, Endi meni otam kimligini hamma biladi. Men ham odamlarni ko'ziga uyalmasdan tik qaraydigan bo'laman. Sen ham hech kimga otam o'tib qolgan deb yolg'on gapirmaysan. Asosiysi otamiz esa bizdan qarzdorligini yana ham ko'proq his qiladi. O'g'li otasiga unday demaydi, Hasan. Otamga hech nima demayman. Lekin odamlarning menga muomalasi o'zgarishidan, hech kim meni barmoq bilan ko'rsatmasligidan xursandman. Hasan, faqat o'zingni o'ylaymay onamni ham o'ylasang-chi. O'zimni o'ylayotganim yo'q. Nimaga unda har bitta gapingda odamlar nima deyishini o'ylayverasan? Odamlar otasi yo'qlarni kamsitib muomala qiladi. Bolaligimdan o'zimni aybdor his qildim. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Kimdir oyimni yolg'onchi desa, qattiq pushaymon bo'ladi. Uyga ketdik, oyi, yuring. Yur. Voy dadam, buncha qolib ketdilar. 2 soatdan beri kutamiz, tavba. Oyi, o'zingiz ham kelganingizda 2 soatdan kam chiqmagandingiz. Voy, hech hamda. Nuqul dadani yonini olasan-a? Sen meni qizimsan, xo'pmi? Dadam. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Ha, rahmat. Yo'lda charchab qolmadingizmi? Men asal qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Kela qol qizim. Yaxshi keldingizmi, dada? Tuzuymisiz? Charchamadingizmi? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Keldik. Ha, yaxshi. Ha. Meni ona qizim. Sho'x shaddod, aqlli qizim. Qizingiz sho'x shaddodligini qoldirib, ancha aqlli bo'lib qolgan. Yo'q. Ertaga erga tergan qiz bo'lsa, endi hamma sho'xliklarini ota uyiga qoldirib ketadi. To'g'rimi? Onajonisi, gapirma. Bu chetilma chetil yuraverib, qizim katta bo'lganini ham sezmay qolinman. Nazarimda hali ham
qizim 12-13 yoshar qizdi. Qachon ishdan kelsam, "Dada, zaparka olib boring, zaparka olib boring" deb turardi. Dada, zaparka olib boring. Voy. Bo'ldi qizim, yuragim ezma. Mana, 10 yilda bir faslda o'tganini qara. Ha, nimasini aytasiz dadasi? Kap katta qiz bo'lib qoldi, xudoga shukr. Ha, gapirma, gapirma. O'zi yaxshi keldingizmi? Ha, keldim. Qiynalmadingizmi? Yo'q, hammasi Qarano. yaxshi. Qiynalmadim onasi. Nima? Qachon? Nimaga ketib qoladi? Tinchlikmi? Gapirsangchi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? voy to'xtatib yuboring. Jasur, bolam. Yaxshimisan? Oyi. Men eshitganim rostmi? Oyi. Dadamni yana boshqa. Bo'ldi, rost. Hozir siqiladigan vaqt emas. Nega menga aytmadinglar, oyi? Jasur, o'zingga kelib olishingni xohladik, mazin bo'lmadi-ku. Axir qanaqasiga? Oyi, otam bilan baxtli yashayotgandinglar-ku. O'g'lim, Dada, sizga nima yetishmasdi? Jasur, dadang bilan bunaqa gaplashma. Otasini muhokama qilish farzandga emas. Bor mashinaga o'tir. Bo'l, hozir yig'lab o'tiradigan vaqt emas. Mashinaga. uyda ko'rishamiz. Men Ranoni olib kelaman. Menga biroz vaqt kerak. Men senga uyda ko'rishamiz dedim. Hali men seni javobingni berganim yo'q. Men buni boshidan hammasini Nilufar Kamol Umarovdan o'ch olish uchun, pul uchun qilyapti deb o'ylagandim. Endi bu yerga kelib, hammasi seni ishing ekanligini bildim. Nega? Axir uni bolalari senga yomonlik qilmadi-ku? A, Dildora? O't ketganda qo'lu quruq baravar yonadi. Hech qayerga o't ketgani yo'q. O'tda esa sen yoqyapsan. Nima, vijdoning xuruj chiqib qoldimi? Saida baxtli yurganiga uni ko'ra olmayotgan sen emasmiding? Esim pand bermayotgan bo'lsa, ularni oilasida bo'layotgan gaplarni menga yetkazib turgan sen emasmiding? Videoda Kamol Umarov farzandlarini qo'rqitgan degan. Bunaqa bo'lmagan-ku. Seni ham, ana o'sha qo'g'irchoq blogeringni ham tuhmatda ayblab va ommaviy uzr so'rashga majbur qilsa nima qilasan? Xo'sh, Sudlanaman. Kerak bo'lsa kechirim ham so'rayman. Lekin undan keyin sen nima degan odam bo'lasan? O'ylama. Men sudlansam, bu ishni birga qilganligimizni aytaman. Keyin ana u dugoningni ko'ziga qanaqa qaraysan? Ayollarning o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Sherik bo'ladi deb aytilganda to'g'ri aytilgan. Kamol Umarovni Abdujabbor akaga qilgan ishi esingdan chiqib qoldimi?
xo'jayiningni bir umr yolg'onlarga ishontirib, ishlatib, keyin bo'shatib yubordi-ku. Ikkalamiz ham nimaga Abdujabbor aka insult bo'lib qolganlarini juda yaxshi bilamiz. Kamol Umarov barcha qilgan ishlari uchun javob berishga Javob beradi ham. Lekin pastkashlik yo'li bilan emas. Axir, otangni necha oy deganda endi ko'rib turibsan. Bu ularni oilaviy muammosi. O'zlari hal qilishadi. Bugun sen biz bilan qolgin, xo'pmi qizim? Ra'no bormasam bo'lmasligini aytdi, oyi. Yaxshisi Ra'noni biznikiga chaqir. Ona qizim, axir dadang seni sog'inganlar-ku. Sen dadangni sog'ingansan. Uzoq qolmayman, oyi. Do'st og'ir kunda bilinadi deyshadi-ku. To'g'ri, do'st og'ir kunda bilinadi, lekin do'st otangdan ustun degani emas. Voy onasi, mayli borib ko'rib kelsin. Men qizimga ishonaman. Faqat tezroq kelgin, qizim. Nimalar deyapsiz, dadasi? Nimaga mayli deyapsiz? O'zi shundoq ham qizingizni eplab bo'lmayapti. Sal mundoq ota bo'lib, qattiqroq ushlang buni. Voy, onasi, men qizimga yaxshi tarbiya berganman. O'ziga turib berishiga ishonaman. Qolaversa, Kamolning oilasi ham bizga begona emas. Qizim, bilaman. Jasurni yiqilib tushganida hali ham o'zingni aybdor his qilyapsan. Lekin bu baxtsiz hodisa bo'lgan, jonim bolam. Onasi, qizingga bunday gapirma. Nima, noto'g'ri gapirdimmi? Qizim, yetimam kelib qoldik. Men sal uyga borib o'zimga kelib olay, keyin meni xabarlashgani boraman. Qayerga tushib qolasan? Uyga boraman. Qizim? Uyga boraman, dada. Barakalla. Hayotda hech kim seni otangdan ulug' bo'la olmaydi. Onasi. Nima, gapim noto'g'rimi? To'g'ri gaping. Hozir lekin bu gaplarni mavrati emas. Bo'pti qizim, uyga boramiz. Ovqat pishib qoldimi qizim? Ha. Xudoyim. Kecha aytdim-ku sizga. Bitta gap qulog'ingizga kirmaydi-ya. Kamroq qiling deyapman. Hammasi har qayoqda bo'lsa uvol bo'lmasin deyman. Pishiramiz tashlaymiz. Uvol bo'ladi-ku bolam. O'g'lim ham kech keladi. Hozir suvi parlanib ketsa, ozroq qoladi. Juda uvoldan qo'rqaman bolam. Yesa-ku mayli, pishiravering. O'ziz ham muncha yeysiz, qiziz ham muncha yeydi. Men qancha yerdim bolam? Bizdan boshqa hech kim yo'q-ku. Uzr, opa. Hozir o'zim qarayman, ovqatingizga qarayvering. Xo'p. Hali yana mahallaga, guzarga chiqishim kerak, do'konga. Qarigan paytimda nevaralarim yo'q, oldimda chopqilab chiqib keladigan. Eshikka ham o'zim chopaman, do'konga ham o'zim chopaman. Mana ketyapman. Kelyapman. 18 yasharmidim, jiring. Mana kelyapman u. Voy, bolalarim-ku. Hozir mana. Ochiq. Xudoga shukr. Kelishibdi-ya. Voy. Ya Alloh, o'zingga shukr. Bolalarim hammasi yana birgalikda. Qani qizim, kira. Qani, kelinglar. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldimi, Yaxshi o'tiribsiz oyijon.
Charchamadingmi bolam? Buvijon. Mana navarangiz. Voy, bolajonim, simli jonim, bolajonim. Assalomu alaykum, buvijon. Voy, o'zimni Arslon bolamdan. Kirib kelganlaring muborak bo'lsin, jonim bolam. Xudoga ming qatla shukr. Xudoga ming qatla shukr. Allohga kechasi kunduzi duo qildim bolam. Qaytarib bergin deb duo qildim. Qani hamma dasturxon. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Uzr, qarichilik jonim bolam. Bolamni ko'rib, ovqat tayyor. Qani hammalaring o'tiringlarchi, bolam. Buvijon, men ozgina charchadim. Kirib dam olay biroz. Xo'p. Sizlar ovqatlanib turaveringlar, men hali. Mayli bolam, mayli. Damingni olgin. Yuvinib olganda damingni ol bolam. O'zim chaqiraman keyin, xo'pmi? Xo'p, buvi. Qani, yuringlar. Ne, begonalarda turibsizlar, o'tinglar. O'zinglarni uyinglar. Qani qizim, yur. Keling, oyi. Yur bolam. Aziza, bolam ovqatni tezlashtiring. Xo'p bo'ladi. Yaxshimisan, Begi? Sardor, kel o'tir. O'tir. O'tirgani kelganim yo'q. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kel. Bo'ldi, Sardor. Bo'ldi qil. Hasan, tur ovqatingni yeb ol. Yo'q, yemayman. Hasan, mazing bo'lmayaptimi? Voy. Ismin chiqyapti-ku. Tez yordam chaqirish kerak. Yaxshimisan? Faqat sekinroq. Oyim eshitmasin. Xo'p, hozir chaqiraman. Nafas yetishmayapti-ku. Charchamadingizmi qizim? Yo'q. Rahmat. Vaqtli kelib, kech ketasiz-a? Baraka toping qizim. Rahmat. Mayli, siz ham charchamang. Yaxshi dam oling. Mayli. Rahmat qizim, yaxshi boring. Xo'p. Oyi, Ha, qizim. hozir bu gapni mavrid emas-u. Lekin Tinchlikmi qizim? Yo, akang biror nima dedimi? akam kechirsa deganlari yo'q. Haligi Bekzod bor qo'sha. Uyimdagilar kelishmoqchi degandi. Voy, kelaversin. Men
dadamni ularga o'ldi deganman. Haqiqatni bilib qolishsa, o'zini oldida. Bilaman. Yolg'on gapirish yaxshi ish emas. Lekin ba'zan rost gap yuragingni ezadi. Yolg'onlar esa malhamdek tuyuladi. Agar menim o'sha paytlari erim olamdan o'tgan deb aldov ishlatmaganimda, kim biladi yana boshimga qancha tuhmat toshlari yog'ilardi. Malomatlar ostida yasharmidik. Bu sizlarning ham hayotingizga ta'sir qilardi. Har bir kishiga nima bo'lganini aytib, hisobot bera olmayman-ku. Aslida boshqalarga hisobot berishga ham majbur emasman. Chunki bu meni hayotim. Sen esa o'z hayoting uchun javob berasan. Agar uning niyati jiddiy bo'lsa, haqiqatni aytish vaqti keldi, qizim. Unga hammasini tushuntirish kerak. Tushunmasa-chi, oyi, qo'rqayapman. Onasi keyin sizga qanaqa munosabat qiladi? Qo'rqma. Haqiqatdan qo'rqmaslik kerak. Kecha, bugun buni yanada angladim. Men qo'rqib xatoga yo'l qo'ydim. Sen unutma. Agar seni haqiqatdan yaxshi ko'rsa, sendan voz kechmaydi. Haqiqatdan sevsa, seni tushunadi. Chunki oila yolg'on ustiga qurilmaydi. Sen o'sha paytda haqiqatni yashirishga majbur bo'lgansan. Lekin hozirgi vaziyatda esa sen bilan oila qurmoqchi bo'lgan insonga bor haqiqatni aytishing kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham sen hech narsadan qo'rqmasliging kerak. Unga bor haqiqatni aytishing kerak, qizim. Tushunding-a? Oila yolg'on ustiga qurilmaydi. Voy. Ovqatingiz hammaga Yaxshi yetadimi? o'tiribsizlarmi? Ha, yetadi. Olib keling bo'lmasa. Xo'p, Suzavering. xo'p. Oyi, meni ko'chada qiladigan ishlarim bor. Sizlar bemalol ovqatlaninglar. Men bormasam bo'lmaydi. Tayyor ovqatni yeb ketsang bo'lmaydimi? Xo'p, oyijon. Sizlar bemalol ovqatlaninglar. Men bormasam bo'lmaydi. Uzr. Oyijon. O'zingizlar bemalol ovqatlaninglar, bilasiz-ku, men kechqurun ovqat yemayman. Bir ikki qoshiq hech narsa qilmaydi, kelin. Yaxshi o'tiringlar. O'tib ketay, qizim. Buvi, menga ham suzmay qo'ya qolinglar, xo'p? Meni ham qornim to'qiydi. Bilasizmi buni nima deydi? Yo'q. Buni xonadondan fayz ketdi deyishadi. Qayerda xato qildik bilmadik. Hamma narsamiz bor, halovatimiz yo'q. Nega bunaqa bo'ldi? Xo'sh, Samasut bilan nimaga erishdinglar? Endi ertalabgacha tushuntirish xati yozib, savollarga javob berish bilan vaqt o'tkazamiz. Nega videoni hamma yoqqa chiqazib yubording? Qanaqa video? Ko'rmadingmi? Nimani? Hamma shuni gapiryapti-ku. Nimani gapiryapti?
Balki sizlarni kunduz kuni video ko'rib o'tirishga vaqtinglar bordir. Lekin men kunduz kuni ishlayman. O'zingni go'rlikka solyapsanmi? Jinnicha savol berurmasdan gapingni o'ylab gapir. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga meni ishxonamga kelib meni do'pposlading? Maqsad nima? Biz sababini bildik deb o'yladik. Men hech narsani bilganim yo'q. Yaxshimisiz? Voy, Saidaxon, yaxshimisiz? Charchab qo'ymayapsizmi? Yo'q-e. Oyijon charchatib qo'ymadilarmi? Yo'q-e, nega unaqa deysiz? Hamma narsani yig'ishtirib yuvib qo'yganman. Endi ketmoqchi edim. Maftuna ko'rinmayapti, kelmayaptimi? Ha, u o'qishga o'qiyapti-yu, aytgancha o'qishlari yaxshimi? yaxshi. Adashmasam, jurnalistikada o'qirmidi? 3-kurs degandingiz? Ha, 3-kurs. Hademay 3ni ham bitiradi. Ishlarini ham boshlab oldi. Qayerda ishlayapti? Anu dugonalari bilan bir blogmi degan joyda. Blogerdek, hozir hamma yoshlar shunga qiziqyapti. Yaxshi yo'nalish. Puli ham bor. Ha. Maftuna ertalab keladi? Ha, kesinmi? Ha, kesin. Endi ba'zan shoshilib ishga ketib qoladi-da. Ertaga chaqiring. Xo'p, tinchlikmi? Kesin. Qizingizga bir ikkita savol beraman. Keyin tinchlik yoki tinchlik emasligini bilib olamiz. Ha, xo'p. Mayli. Yaxshi ishlang. Xo'p. Qudrat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Qayerdasan? Hozir Ruvidaman. Nima qilyapsan Ruvidada? Tanishingiz bormi, Qudrat aka? Tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Begi bilan sal janjallashib qoldik. Qachon, qayerda? O'zini klubida. Qayerdagi Ruvidadasan? Hozir Registondagi Ruvidadamiz. Ha, tushunarli. Kelasizmi? Bo'pti, hozir boraman. Yaxshi. Qizim ishiga puxta, o'shaning uchun hamma ishga chaqiryapti. Juda ham usta. Ayniqsa ma'lumot yig'ishga. Hali gaplashamiz senlar bilan. Qudrat aka, o'zingizni bosing. O'ylab javobini aytadigan bo'lishdi. Biz taklif qilgan narsani Hindistonlar 2 barobar arzoniga taklif qilishyapti. Tog'a, pastga tushing, gap bor. Hozir seni pand nasihatlaringni eshitadigan ahvolda emasman. Sizdan pul olib qochib yurgan odamni topdim. Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan. Vaqt o'taveradi, vaqt o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Quvonch alam bilan, orzu armon bilan. Hayot asli juda ham qiziq bir o'yin. Yutasan lekin yutqazishing bir kuni tayin. Bu o'yinda g'urom qilmay yashash juda qiyin. Kimdir yoningda yurib cho'q qaziydi atayin. Bilib bilmay bu yo'llarda qilibman ko'p xato. Bu xatolarim bir umrga qilmoqda ado. Vafosizlikdan charchab ketdi shunchalar bu dil. Faqatgina iltimos xasta bo'lmagin. Yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi, bugun yomon bo'ldim. Og'ir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Bu yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi, bugun yomon bo'ldim.
oxir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan. Vaqt o'taveradi, vaqt o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Quvonch alam bilan, orzu armon bilan. Hayotimga kelib ketdi qancha insonlar. Bularni ko'p